أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الصرف بالصرف üstüde ilgirme kısılan bir toxtalgan riba meselelerini bayan qilgan çağda. Lekin mavamda xas tafsili toxtuluş. Qala ve huwa fil lugati ad-daf'u var-radd. Sarf degan so'zning lug'at ma'nosi ketkizib o'tish, ittirib o'tish, qaytirib o'tish degan ma'noda deydi. Bu aslida sarf degan so'zning bir necha ma'nosining birisi. Sarf degan so'z necha ma'noda keldi. Maktabda shunga munosabatlik chetishlik tarafından oldi. Ve minhu dua mush ma'ni kelgan sarf ishlatilishi duoda ishlatildi. Mushunda deb duo qilishmi? Mushu ad-daf' va ar-radd ma'nisi kelgan. Isrif anna kaydal kaidin. Bizden suiqaschilarning suiqashlarini, ilm-fikirlarini, filollarini nere ketkizibsizlar? Bizni shundan saqlab qolsizlar degan. Ve sarafallahu anka su'a. Allah Taala özlerden bütün yamanlıklarını nereye ketkizibkay degan mushunda duolar. Bunun başka hadiste, Sahih Müslim'deki hadiste mesela Amr ibn As radıyallahu anh rivayet kıldı. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul İnne kulube bani Adem'e kullaha beyne isba'ayni min asabi'ir rahman ke kalbin vahidin yusarrifuhu haythu yeşâ. Thumma qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubana ala ta'atik. Sarrif kulubana ala ta'atik yani bizning dillarimizni o'zlarining taati tarafga ittirisilar, qaytuslar, yuzlandirisilar degan ma'noda. Yoki ila ta'atik demi kelgan. Ala ta'atik bo'lsa bu ma'na tasbitni o'z ichiga olgan bo'ldi. Xuddi masalan biz dedik Semiallahu liman hamida. Asli Semiallahu man hamida desa joyi bo'lardi. Lekin lam kelganligi istijaba ma'nosini tadammun qilganlik uchun Semiallahu liman hamidahu va istajaba lahu va athabahu degandek bunda mazmun bo'lg'achqa ma'no tadammun degan. Mishadamo sarf qulubana ala ta'atik, sarf qulubana ala ta'atik va thabbitna alay degan mazmun bor. Shuni ala ta'atik dedi. Yoki ila ta'atik desa, ta'atin qilam yuzlandigan, shu tarafga mangdugan degandek ma'no chiqadi. Bizim mishada bunda bir so'rin duo qilib, Allohumma sirf anna kaydal kaidin, ya musarrifal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ila ta'atika yoki ala ta'atika deymiz. Ad-daf'u var-radd sarf degan so'zning lug'at ma'nolaridan birisi. Bundan boshqa masalan pul xarjlashga mo sarf degan keldi. Masalan saraftul mal anfaqtu. Yana al-fadl va ziyada degan ma'nom bor. Lug'atda sarf degan so'zning al-fadl va ziyada degan ma'nosi bor. Al-Khalil ibn Ahmad Al-Ayn degan kitobida as-sarf fadlu dirham ala dirhami fil qiyma degan. Ya'ni pulni o'zining jinsiga almashtirgan vaqtida birisiniki qimmat ortiqligini sarflaymiz degan. İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda al-Madinatu haramun min ayrin ila kaza faman ahdatha fiha hadathan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqulullahu minhu sarfan wa la adla. Sarf deganni ba'zi ulamolar ortiq, ya'ni nafila deb izohlagan. Adl deganni farz ibodatlar deb izohlagan. Ba'zilar sarf degan tavba degan, adl degan fidya degan deb tafsir qilgan. Nishada sarf degan so'z ortiqlik ma'nosida keldi. Ya'ni shu pulni pulga almashtirgan chog'dimi, bunda almashtirgan tijoratchi buni bir ortiqlik qimmat bor deb almashtirgan bo'lg'achqa sarf ma'nosida ad-daf' va ar-radd ma'nosi bo'lsa-mu, ya'ni bir tarafdan al-fadl degan ma'no bor, ortiqlik. Ya'ni az-ziyada va ad-daf' va ar-radd ishkilisi shu sarf degan so'zda bor. Yani pul almashtirishda ishkilisi bor. Ad-daf' va ar-radd degan odamga pulni bersa bu pulni berdi, ishkilaylan uni ko'tarib ketadi-ku. Ya xudaha va yansarif
O bir tarafı. Ticaretçi dollarcha ya oltinchi pul almashtirsa, qarshatdan qo'lga topshirib oladigan narsa bir qimmat bo'lg'achqa almashtirdi. Infaq degan ma'nosi bor. Bu pulni almashtirgandan keyin qanday qilmoqchi? Hajlaydi o'sha. Lekin bu shu 3-4 xil ma'nosi hammasi sarf muomalasida jamlangan bo'ldi. Va fi shariati istilohan bunun tarifini ma sarfning desa, bay'ul athmani ba'daha bi ba'din. Pullarni bir-biriga setish, bir-biriga almashtirishdan iborat. Pullar yani oltin, kumush, tanga tillalar yoki oltin kumushlar tanga tillar shaklida zarb qilinmagan. Oltin zibizinnat, kumush zibizinnat mushuning ichida birini biriga almashtirishdan iborat. Bay'ul athmani ba'daha bi ba'd. Al-athman oltin kumush soqolgan bo'lsin, zarb qilingan bo'lsin, nöqtisi bo'lsin, kipak oltin kumushli bo'lsin, hammani o'z ichiga oladi. Zibizinnatni o'z ichiga oladi. Uning qitab hozir qog'oz pullarmi shuning hukmida. Ba'daha bi ba'd ba'ziga o'xshash jinsi bo'lsin, boshqa jinsi bo'lsin. Mesela oltinni oltinga, kumushni kumushga. Bunda bo'lsin yoki oltinni kumushga bo'lsin, hammani o'ziga oldi. Samandan maqsad asman deganda aslida Alloh taolo saman qilib yaratgan narsalar. Oltin va kumush. Uning qatib hozirgi zamonda Majmu' fiqh islominingki qaror bo'yicha qog'oz pullar amalda qolgan pul bo'lmay, aqdigan pul bo'lsa oltin kumushning o'rnida o'xshash muomala qilamiz. Yani mushuni almashtirishda sarf hukmini oladi demakchi. Jazanda olsun, sarfda olsun, oltin kumushga o'xshash muomala qilamiz. وسمي به لوجوب الدفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس. Niçin şu pullarni bir-biriga setish sarf deb atalgan desa, chunki ikki taraf har biri qo'li banasini qarshi tarafga berishi vojib bo'lganligi uchun shu muomalada, ya'ni ad-daf va rad degan mazmun bo'lg'achqa shu sarf degan so'zning lug'at ma'nosida bu şu pul almashtirsangiz siz pulni qarshi tarafga berasiz, qarshi taraf sizga berdi degan shunda berish vojib bo'lg'achqa shunda deb atalgan. Yoki har ikkisi shu chaqda naq qo'lga iliblam ketadigan bo'lg'achqa, ya'ni yaqbiduha va yansarf desak bo'ldi. Yoki topshirib olgan chaqda tijoratchi qarshi tarafdan olgan pulda bir xil qimmat ortiqligi bor deb shuni ko'zlagan bo'lg'achqa desak bo'ldi. Al-fadl va ziyada ila sahibihi fil meclis. Şu sorunda her bir kişi qarshi tarafga qo'ldagi pulni shu sorunda berishi vojib bo'lg'achqa. Shu sorunda berish ishada shartlardan birisi. Shu sorunda bo'lmasa u bekorga ketib qoldi. Qala va huwa bay'u jinsul athmani ba'dihi bi ba'din. Buni qayta ta'rif qildi. Sarf saman jinsini o'z jinsiga yoki başka bir saman cinsiga setishdan iborat. Yuqori tarif qarasanlarmi yo hozir jinsul asman degan jins degan so'z ortiq. Albatta buning farqi bor. Ana bunda qarasak, fuqaholar musarfni ribodan ayirish uchun ba'zi shartlarni qo'ygan. Bu shartlarning ichida o'z jinsi bilan bo'lsa bir-biridan ortiqlab qolsa bo'lmaydi. Yana başka cins olsa mı, lekin pulga almashtirish olsa nesi olsa bo'lmaydi degan ikki shart bor. Bu hadisdan olgan shartlar. Ham bu shart ustida to'xtalmoqchi hozir. Wa huwa bay'u jinsil athmani ba'dihi bi ba'din wa yastawi fi zalika madrubuhuma wa masughuhuma wa tibruhuma. Bu sarf muomalasi qilgan chaqda pul shaklida zarb qilingan bo'lsin yoki aş pulunun cinsinden boğan altın kumush bo'lsin, hammasi shu asman dairasiga kiradi. Şu cins degan so'zni atoat akilshi saman o'zi bo'lmasimi? Masalan bu odatda biz muomala qilgan tanga tilla emas, lekin ayolning bir bilazki, bir halqasi yo kepak oltin, mujindan narsa bo'lsa-mu, bu aslida nimaning jinsidan? Samanning jinsidan. Alloh taolo buni pul bo'lsin deb yaratayotgan narsa. Bunlardan aşınında sarf muamele qilsa, bu shartlarga diqqat qilish lozim demiş. Bunlardan madrub bo'lsin, yani zarb qilingan tanga tilla bo'lsin, yoki uningdan boshqa
zibizinat şekilde yasalgan bilezik, halqa, üzük, halqal degandek narsalar olsun, hammasi o'xshash. Va tibruhuma va oltin kumushdan kepak olti qismi o'xshash, nokcha olti qismi o'xshash. Fa in ba'a fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin lam yajuz illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Shunda bo'lg'achqa kumushni kumushga, oltinni oltinga setib almashtirishda miqdor o'xshash bo'lmasa bo'lmaydi, naq bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ikki shart cho'qim tepilishi lozim. Shunga hozir oltin zibizinat sotadigan do'konlarda uni nesi savdo qilsa qat'iy bo'lmaydi. Yo'q, bu tovarga aylanib ketdi, tovar bo'lgandan keyin nesi qilsak bo'ldi deb oltinni topdan taqtirgan toptanchilar buguni taqtib bir haftasida pulni do'konlardan yig'ib oldi. Ham do'konda pas satsaqmi, shu yerda pulni naq sanab berish lozim. Tunish bo'lish olsinmi, pulni naq sanab o'tkazish lozim. Bo'lmasa riba shakllanib qoldi. Mislan bimis degan miqdorda tang bo'lish lozim demakchi. Shakli, ko'rinish emas. Yadan biyat naq bo'lish lozim. Wal aslu fihi, asl degan so'z nimanda? Ad-dalil. Asas dalil مش مضمون ديكي أساس دلال قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. Bunu da eniq deyapti. Hech qanday ehtimollik yo'q. Buni boshqacha tushungilim bo'lmaydi. Bu turli hadislar nayat ko'p. La tabi'u minha g'aiban binajiz degandek hadislar bor. Yana illa ha va ha dedi. ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره. Bu İmam Malik Muvatta'da rivayet kılgan hadis kan أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. لا تشفوا diyen birine birine artık kılmanlar diyen. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرما والرما هو الربا. Yani bu qat mübalağa qilib, zan naq bo'lmasa bo'lmaydi deyishni ta'kidlab shunday degan. Agar shu savdoni qilgan vaqtingda qarish taraf ma tuyrukning oqibatda apray deb bunda tuyrukning oqi o'tab qolsin unima uni ma'qul deb muhlat berma uyam sirib achqib biray dukunim ditda akab biray desam uni zada naq qarab turib qo'l bo'lash lozim demoqchi. قال ولأنه لا بد من قبض أحد العوضين. Yani bir tarafdan bu aqli dalillar qarasak Muşu soğuda bir soğudu kıldık azı sarf mı ahad anval buyu dedi. Şunama soğudu kıldık. En soğuda işkinasının birisini yani pul ve tavar işkinasının birisini kolumuzga tapşırıp ediş lazım. Bunun da icma var. İcma'an işkinin birini tapşırıp alırsa izgendim var. Liyahruca min ba'il kali bil kali yani işkilisini nesih koysa qanday oldu qazni satqan buluttuk. Qazi satqan bo'lmas uchun cho'qim bir narsani naq topshirilish bo'lishi lozim. Va laysa ahaduma awla min al-akhar. Ana o'sha pulni almashtirgan vaqtimizda qaysini nesi qo'yib, qaysini naq topshirib olamiz. Yani birisini keyin asl bo'ldi deyishga bir murajjih bormi? Ikkisi pul, birisi pul olsa, bir tovar olsa, tovarni hozir berib pulni keyin olsam bo'ldi deydi. Lekin ikkili ise pul. Nonga qani biz hozir topshirib edish lozim, qaysini kim bilsa deb kechiktiramiz. Nimaga asosan unda kechiktirish bo'lsa, unda bir asos yo'q. Har ikkisi naq berishga haqli bo'lgan narsa. Fayuqbadan shunga naq qo'lga topshirib elinadi har ikki narsa. Yani bu şu qabdul badalayn fil meclis şart sıhha. Sarfninki to'g'ri bo'lishninki sharti. Agar ikkini shu so'rinda topshirib olmasa ya birini topshirib olmasa sarf botilinga. Wali annahu degan yana bir dalilim qo'shimcha yana bir dalil bayon qildi. ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا للمساواة. Shunda qarasak
Bu yerda riba şekillenip kalması için pulni bir tarafdan topshirib elish bo'lsa, cho'qim yana ikkinchi bir tarafdan mı topshirib elish bo'lishi lozim deymiz. Agar unda bo'lmagan ahvolda bu yerda pulning qarshiligida nisi qolgan bo'ladi, riba shakllangan bo'ladi. Çünkü hadiste yeden bir yerde azab zadna. İza ihtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum iza kana yeden bir yerde koy. Yani yeden bir yerde şart koy. Yani cinsi o'xshash bo'lsin, cinsi o'xshamasin, pulni pulga almashtirgan chaqda yeden bir yer bo'lish lozim degan. Undan keyin bu yerda birisini topshirib elab, birisini keyinga qo'yib qo'ysa, riba shaklini qo'yadi. Riba nasi'a bo'lib qoldi. Tahqiqan lil musava. Bu yerda barobarlik, mubadala degan mushu vujudga chiqish uchun ikkili tarafga narsa al-badal pul bo'lganlik uchun ikkili tarafda o'xshash barobarlik bo'lish uchun birisini esi qolmaslik uchun har ikkisini topshirib olish lozimda. Wal mu'tabaru fi zalika al-mufaraqatu bil abdan. Yani bu yerda yeden biyat degan shart bo'lg'achqa yeden biyatni biz qanday tushunamiz? Bu ikki savdo qiluvchi badallari bilan bir-biridan ayrilib ketganga qadar topshirib olish lozim deymiz. Ikkidan birga turgan muddatcha o'rin olmasimi yeden biyat vujudga chiqadi deydi. Masalan bu ikkilan bir so'rinda o'tirib dollardan yangi tegishimiz deb so'dlashdi. Nima? Birisi pulni berdi, birisi ondan pulni sanag'ach mangan bo'lsa, uydan o'ylig'i chiqdi ya ko'chaga chiqib pulni sanag'ach panalash bunda mansa, yana bir tarafmi endi chaqlish bunda mansa, majlis taqa davomlashgan bo'ladi. O'rin olmasimi ikkilanning jismi bir-biridan ayrilmagan bo'lg'achqa bu ayrılışdan burun topshirib olish degan narsa o'tdi. Undan keyin bu yerda qabdul badalayn fil majlis unda deyishdan bakrak ayrılışdan burun topshirib olish lozimsak texmi dal tushdi. Yani sharti nima? Ikkilan bir-biridan ayrılışdan burun topshirib olish lozim deymiz. Ammo shu majlisda topshirib olish lozimsak dal tushmay qolishi mumkin. Çünkü bu ikkilan shu majlisdan birga qopab o'ylig'i chiqsa ya yana bir çayxona g'ijib o'tdasa o'rin almashgan bilan bular iftiroq bo'lmadi. Bo'ldi. Bilmash lozim. Uydan akapaslar deb yo'l solib qo'ysak bo'lmaydi. Chaplish buni. Shuni ba'zi rivoyatlarda, Ibn Mazhabning kitoblarida agar o'gizdan saklab qolsa, sinay muomala qilgan kishi billa tang sakla degan rivoyatlar bor. Ya'ni hadisda bunda kelgan deydi, ammo hadisda yo'q. Ba'zi bir sahobalarımızda ikki ayrılıp ketmaslik uchun eriqda atlasa eriqda atlaydigan gap, o'gizdan saklasa saklaydigan gap, birlarga yamasa yamasadigan gap. Mushunda ayrilmay jo'badek chaplashsa bo'lmaydi shu. Yani bu nuqtani jazoni bo'lib qolmasdan ta'kidlash iborat. Cezanın xatirini biz ko'rdik. Cezanın xatiri faulaika ashabnar hum fiha khalidun. Yani şu kafir olsa deganda gap hamda. Bu khalidun bo'lib ketsa, yoki bu kafir bo'lib khalidun bo'lsa natijaning baribir o'xshash bo'ladi. Aynda bo'lgan ekan buni zodi qattiq diqqat qilsa demoqchi. O'zi dinar olgan bo'lsangiz, oltindan qo'yilgan. Rahbariyna oltin olgan, bilasizmi, mashhur bo'lsa, ash pulning dinarning o'ziga o'zininki gramning sonida lekin polisi bilishga shunda agar oltinni madrub oltinni masug' oltinga tegishmoqchi bo'lsa cho'qim ashunda gram soni tang bo'lishi lozim. U madrub bo'lsin, bu navbatda yoki ma'ni persenti yuqoriroq deganimiz. Chunki shariat uni bekor qildi. Uni ham demasdan burungi vaqtda satsa shu tilla satdi yoki kumushga satdi. Ama o chaqda oltin satmay kumushga satib, undan keyin undan qolganini az bo'ldi. Buni tilla olamdi, tilla almashtiramdi emas. Masalan, bizning otadan cho'qindiradi shu qismga chiqgan. Ya'ni undan chiqmagan emas. 70 va 70% qismga chiqgan. Undan o'zaro kimyosini qanday Eğer şunda present o'xshashmaydigan oltinni almashtirmoqchi bo'lsa, buni presentiga qaramaymiz. Gramga qaraydigan gap. Endi uning ziyon taqib ketdi, buning presentini yuqori etdi, mana to'yangan desa qanday qilamiz? Oltinni pulga sotamiz, ondan u pulga present to'yini olamiz.
Ma chetdamda asosimiz 80%lik, 21lik, 22lik manda oltinlicha. Bizning avjudniki 24lik chiqadi. Sagali top oldi. 1 kilo 2 kilo oltinligida Ha bo'lmaydi. Oltinni ham emas, oltinning zibizinatlarini ham bo'lmaydi. Hozir vatanda ig'ir. Kumush shunda. Ijmo bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Bunun ijmo bor. Aslında sagal ashna shundan yaxshi arab aralashtirmagan bo'lsa shunday qiladi. Shunda bilmay qilgan bo'lsa, buni eskartib qo'ymaymiz. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Ötkeş salavat deymiz. Bunun anda okumayın okugan bo'lsa bildi ketdi. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bu şeriatning ahkomlarini salqirash yoki uqmay bo'ladigu deb o'ylab qilib qilgan bo'lishi mumkin yoki shunday qilmasak hozir bu tijoratda qilib bo'lmaydigan bo'lib ketdi deb ojizlik ko'rsatib qilgan bo'lishi mumkin. To'g'ri qarab tursa ustiga shahar bostan jo'ndir bashartga bilan ana setib isga bosdilar. Ana qildi. Tijorat shu pulni naq topshirib berish lazım. Pulni ati topshirib turadigan ya bir hafta ichida kelib olib keladigan bo'lmaydi. Bunun ustiga ma'qul ijmo bor deydi. Nas buni الذهب بالذهب ها مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا يدا بيد degani shu kishib tuzam bo'lmaydi degan gap. Yani ba'zi hadislarda illa ha va ha mana ayna deblam oldin ba'din deb bunda qo'lma qo'l naq qilish lozim deydi. La tabi'u minha g'aiban binajiz. O yo'qni naq sotmoqlar yani shu nasi sotmoq degan gap. Yani İslam uchun cheklash uchun qanday qiladimda shunda hadisda Rasululloh aniq ta'kidlab 15-20 hadisda aniq deb qo'ydi. Undan boshqa qanday qiladi? Ma'na mutawatir hadislar. Ha, ma'na mutawatir deyishga bo'ldi. Muttafaqun alayhi degan hadislar. Ya qiladi, lekin mushu nimaga rioya qilasiz qilgan gap. Shunga uchun nakas tijoratni qilishdan burun aslida shariatning ahkomlarini, tijoratga munosabatlik ilm setim ahkomlarini o'qitib, ondan qilish lozim aslida. Hatta hozir tijorat qilganlar o tijoratning bunda bir ilib batasa asos qoidasini bilmaylam kiraverdi. Asli ba'zi tijoratning bunda bir ul savoduldi asos. Buning mashqi diqqat qilmas, bundan qilsak bo'lmaydi deb yoki dadisi balasiga balam ma'ni qilgan bunda sotmaysiz, ma'ni diqqat qilmas, gunoh bo'ladi, yomon bo'ldi degan gaplar bor. Hozir uni diqqat qilmagan bo'ldi. Jiq zagali burun rivoj topolmaydi. Nima uchun? Boshqalarning shu uzukga bilajini yasashimizda la siliqlab ekak deydi-ku. Ekak esa buning nimasi tushdi. Tushgan ekan shu zaga do'konining nimasi to'pisi asta shu oltinning rodisiga aylangan. Shu to'pa oltinning uqi aralash, kepak oltin aralashtirib. Uni qanday qildi keyin? Asta tasqab buni suvda eqitib, ondan bir ko'ydirib, nima qilsa, birasa oltin chiqadigan. Ani ishlatib turadi. Buni salqiraydi. Salqiraganiga keyin bu xalqning haqqi foyda qilmaydi. Natijada u odamlar oltin tijorat qilib qilgan, lekin oyog'ida yanala ravj topolmagan ahvol bo'ldi. Buni ham boshqalarning haqqi qolib qolgan bo'lsa, egisi tepib haqqini qaytara olsa, qaytarish lozim. Ham qaytarilmaydigan har qanday tijoratning ma'lum bir nimasi bo'ldi desak, tabiiy bo'ldi desak, qaytarib bo'lmaydigan bo'lsa, shuni o'zi ishlatmay chiqib, egilariga atab sadiq qilish lozim. Biz o'tganda ajimkam degan chaqda bankdan olgan o'simni bu odamga harom dedik-ku. Ashadamga harom, haromin nisbiy. Nima shu harom? Bu haqning haqqi bo'lganlikdan. Lekin bu xuddi tepib olgan pulda egisini bilolmaydi hozir. Bilamagan ekan buni egisiga atab sadiq qilsa, kambag'al esa halol bunga. Chataq yo'q. Ashun atab sadiq qiladigan gap uni qancha odamning necha %% puli qolgan bo'lsa, miskin o'ziga sadiq qilib savobiga ezilishdi aniq. Qanday qilish lozim? Ha, gramlab pulga naqsasi bo'ldi. Gram udillab kelsa bo'ldi. Ustidan pul olsa olmaydi. Masalan bir bilazik sunib ketdi, ya modadan qoldi. Buni gram olsa 12 gram keldimi? 12 gramga yana bir uzuk ilovasi bo'ldi yoki bilazik ilovasi bo'ldi yoki pul asi bo'ldi.
İkisini to'yzalab anda qilishgan. Unda hız bulmaydı. Ama setiş lazım, onunki anı alınmaz. Yeni sayılır. O şıkkı usulüne tepsini yağlar koyduğumuz. Bunun en mükemmel usulü konusunu sattık, pulunu sanap pulumuzu taşıyıp aldık. Ağamınken halisak şu dükkandan yargını alımız, halisak sırt çıkıp başka dükkandan alımız. En mükemmel şekli şu. Eğer şu dükkandan almakçı olsak, ben satmakçı olan birazcık 2000 köylük kelgen olsa, yanında aldığım 3000 köylük kelgen olsa, bunu çekip üstüden men köy basam bulamdı olsa, bunu qabdı hükmü dese, ondan elep yanı bagandan şundan da çekversek buldu dese caiz oldu. Bulmasa yani kulağını elep bununkin bir şey lazım değil. Bundan da ulamalar şu qabdı hükmü de turut dese, şu orunda buldu dese caiz işmek aynı çekirtişke. Bunda bulmayı dese ya kulağını pulunu sanat alırsa bununkin andın alırsa. Bunun bir kadam avarçılık olsun için cezandan sakınış için. Vel mu'tabaru fi zalika yani sarfның to'g'ri bo'lishini to'sab qo'ydigan ayrilish nimadan iborat? Badan bilan ayrilishdan iborat. Hatta law tasarafa wa sara an majlisihima kathiran thumma taqabada jaza ma lam yaftariqa. Hatta degan mana shunlashqa, ashuna bo'g'ashqa bu ikkisi sarf savdosi qildi hozir. Manchi dollarni manchi ko'yga almashtirib, biramla almashtiray, ma'qul dedim ha. Bir pulni ba'di yabamida ana shu gapni qilib, xili uzun mingab, ayrilib ketmay turib, pulni almashtirsa bo'laverdi. O'rin almasin mayli demakchi. Ikkilan ayrilmaganlar bo'lsa. Va kazalika majlisu aqdis salam. Salam savdosining majlisimi shundoq. Yani şu sorunda ikkilan qobab ketishdan burun salamning rasmalini topshirib berib lazım. Walau tasarafa wa wakkala bil qabd yani bu ikkilan pul almashtirila, oltin, kumush savdosi qildi deyishibdi. Deyishib, topshirib olganga vakil o'rnida, o'zining o'rnida vakil qildi. Mesela ben dollarını, $1000 tegishmoqchi. $1000 tegishdim desa, 6500 ga olma dedim ha. Unda olsa, men bir $1000 buğaltırım birdo, kastirim birdo dedim. Nima? Tarafmi? 6500 ga mening xizmatchim birdo sizga dedim ha. Degandikan, ikkilaylan qo'lga topshirib olgan narsaga qarta bir odamni vakil qilib qo'ydi. Fal mu'tabar unda vakil qismi yo'da e'tiborga ilindigini tafarruqul aqdayn. Aş to'xtam qilishga ikkilan vakili qo'lga topshirib elishsa ilgari shu so'rindan shunda ayrilsa bo'lmaydi. Aşo savdo qiluvchi ikki xo'jayin bayada ikki xizmatchisi yoki buxgalteri, kassiri topshirib elish lozim. İkisi bir yerde şu sorun değişik olur. Peki ikisi bir sıkıntı olmayı. İşkilaylan benim xizmatchim, şirketimni ishlaydigan kassirim topshirib oladi deb deyishib qo'yiblam kessa, u vakili topshirsa bo'lmaydi. Keyin ishsiz qo'l-qo'l topshirsin bo'lmaydi. Bunda aqida bo'lish kerak vakil qilgandimi ikkilan topshirib berish so'rindan topshirib berib bo'g'icha ayrilib ketmaslik lozim deydi. Ikkilan ayrilib ketib qolsa bo'lmaydi. Sonra bize çıkıyor, sonra doğanın kimi şu aile bize yani pulunu qo'l çıkıyor, almashtirishmay bo'lmaydi degan chiqadi. Ikki xo'jayin pul almashtirishimiz deb, dollar tegishimiz deb tutishdi-ma? Tutishib, buni o'rinda ikki odamni tug'izib qo'yib, xo'jayinning ishi aldirash bo'lgan ekan. Ama xizmatchimga basil bo'ldi, xizmatchimdan topshirib olsa deb qo'yiblam, kessa, u ikki xizmatchi, sodini qilgan ikki xo'jayin yo'q yerda almashtirsa bo'lmaydi. Demek bu yerda aslida tafarruqul aqdayn degan bir narsa bor. Qo'lga topshirib elishda ilgari to'xtamlashuvchilar ayrilib ketsa bo'lmaydi. Ayrilib ketsa sarf savdosi bekoldi deydimi? Endi hozir qarasak, bu ikkilan topshirib elishdan ilgari ayrilib ketdimi, ketmadimi? Ayrilib ketdi. Undan keyin bu sarf savdosi batil bo'ldi deylik. Ya, bir yerda muhim bo'lgani to'xtamlashuvchining ayrilishi shu sarfning to'g'ri bo'lishini to'sab qo'ydi. Lekin vakillarning ayrilib ketishi to'sab qo'lanmaydi. Masalan biz ikki xo'jayin ikkilanni bekitib qo'ydik, shunami? Bekitib bo'lgandan keyin bir vakil bizga ketdi. Yani ishni burdim. Qarshimning vakili qoldimi? Men vakil bilan muomala qilsam yoki asli
xo'jayin bilan muomala qilsam, vakil ketgan bo'lsa, uning ta'siri ko'rsatmaydi. Ichkida aqd bor, chataq yo'q. Lekin topshirib berishdan burun aqddan, asli aqddan birisi sirtib chiqib qolsa bo'lmaydi. Lekin mishada ikkilar ayrilib ketsa bo'lmaydi, qulluq topshirib olishdan burun degan gap asli to'xtam qilgan ikki kishi ayrilib ketsa bo'lmaydi demoqchi. Lekin vakillar ayrilib ketsa uning ta'siri yo'q. O ikkilan topshirib oldi deb, o ikkilan ketibdi, biz yana ikki xo'jayin qilib topshirib olgan bo'lsa chataq yo'q. Qala walau nama jalisayni lam yakun firqa. Ikkilan sarf so'zini deyishdi, deyishib qabd qilishdan burun bizdan uxlab qoptish kerak. Bu ayrilish bo'lmaydi. Yani bu o'g'angan chaqda pulni topshirib olsa bo'ladi. Yani bu iftiroq hisoblanmaydigan ba'zi bir misollar ekan. Mush misollarda biz buni iftiroq hisoblamaymiz demak. Walau nama muttaji'ayni kana firqa. Agar bular yetib qilgan bo'lsa, bu chaqda firqa hisoblanadi. Yetib qilsan bir karvat, bir o'rinni tayyorlab, shu so'rindan qovib ketgandek bir ahvol bo'ldi demakchi. ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض. Bu kesib shu so'rinda naq qildigan so'di bo'lg'achqa xiyar shart qilsa bo'lmaydi. Ya'ni xiyar shartni biz dedik, xiyar shart masalan manda dollarni manch pulga tegishib olay, lekin 3 kun ichida maslahat qilay deb meka manda so'di qilsa bo'lmaydi. Nima uchun? Li'annahu yanfi istihqaq al-qabd. Chunki bu yerda to'liq topshirib olishga haqli bo'lish degan narsani nafi qilgandek bo'ldi. Ya'ni bu yerda to'liq topshirib olishga haqli bo'ladimi, bo'lmasmi bu odam? Yeni bo'lsa to'liq topshirib olishga haqli bo'lmaydi. Yanmasa haqli bo'ldi. Ularga bu yerda tamomul mulk degan narsa yo'q. Walal ajal bunga nisi vaqt bekisimi bo'lmaydi. Li'annahu yufawwitul qabd alladhi huwa shart as-sihha. Chunki falon chaqda topshirib olay, topshirib bersa desa, bu yedan biyat degan shart as-sihhani to'sab qo'ydi. O'rinda ayrilib ketadi demak ekan. Yani iftiraqil abdan bo'ldi. Bularni yazsa bir joyda yotmagan ekan, cho'qim ayrim karavotda yotadigan gap. O'ltirib qolsa, rahat uxlayolmaydi, chalagan uxlashi mumkin. Saga qiladi. Shu o'shidan ketib qolsa-mu, shu so'rin bo'lsa ayrilish bo'lmaydi deydi kitobda. فإن أسقطاهما قبل التفرق جاز خلافا لزفر رحمه الله وقد مر. أسقطاهما ikki taraf xiyar shart qilgan bo'lsa yoki bir ajalni bekitgan bo'lsa, ikkining birini qilgan bo'lsa, shuni ikkilan ayrilishdan burun amaldan qoldirsa, savdo to'g'ri bo'ladi. Huma ya'ni shada xiyar shart bilan ajal. Jaza jaiz bo'ldi. Ya'ni bu savdo kuchga sarf savdosi to'g'ri bo'ldi. Nima uchun esa bu yerda mufsidni biz yo'qotdik. Savdoni buzilgan narsani ayrilishdan burun yo'qotgan bo'ldik. Xilafan li Zufar. Zufar rahmatullohi alayh shunda shart qilib savdo qilgan chaqda bu savdo batil anaqa bo'lgan. Ya'ni bu savdo tegidan batildi. Batil bo'lgan ekan, batil davomlashaverdi. Bizda batil bo'lgan, lekin qachida chataqini o'ngshitibdiq, joyi o'tib ketdi deymiz. Buni ilgari bayon qilib qo'ygan. Ya'ni istihson qilib bo'ldi degan to'qon, shunami? Chunki bu yerda fasid narsa bikitilib ketmadi. Tek shunda lanishib turgan chaqdalam qachcha biz uni tozlatgandan keyin joyi o'tib ketdi. Bu istihson. Zufarniki qiyosdi. Qiyosda bu savdoni deyishgan chaqda batil savdo bo'lganda bu batil savdo qanday sayga aylanib qoladi? Bu qiyos. Lekin istihsonda bu batil bo'lganda, lekin batillikqa bunda lanishib qolganida biz qachchida buni o'ngshitdik deymiz. ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد. Pul almashtirdik. $100 600 ko'yga almashtirdikmi? Almashtirib 600 ko'yni qo'limizga topshirib berishdan ilgari, mush 600 ko'yga sizning do'kondan tovar olay deb so'rlashdi. Lekin qo'lga 600 ko'yni topshirib olmadi. Topshirib olmagan ekan, fa huwa fasidun. Fa huwa nima? Ash-shira fasidun. Sarf masalasi emas, sarf
Şu pulni qo'liga olsa joiz bo'lardi. Lekin bu yerda $100 $600 tegishda shu $600 qo'liga olmay turib $600 kiyim olaman, do'konlardan bir narsa olaman desa, bu elish fasid bo'lib ketdi. Ya'ni favva ash-shira fasidun deymiz. Lekin sarf shu holatda qolib qoladi. Yani bu ayrılışdan ilgari $600 olsa joiz shu yerda chataq yo'q. Li'annahu yufawwitul qabdal mustahaqqa bil 'aqd. Chunki bu mushshira nimani qo'ldan ketkizadi desa, sarf savdosida topshirib elish vojib bo'lgan, qo'lga elishdan iborat bo'lgan ash ishni qo'ldan ketkizadi. Chunki bu yerda qo'lga topshirib elish, bu sarf savdosida ash pulni qo'lga topshirib elish ash so'rinda shariatning haqqi vajibun haqqan lillahi ta'ala. İki taraf razılışa bakin birala deb kesin zat bo'lmaydi dedi. Razı olsun bo'lmaydi dedi. Shunama shariatning haqqi. Razı bo'lib kechirib qolsa jazoni oldu. Jazoning gunohi eg'ir dedi. Naq elish kerak deganni biz kechiktirib o'tib shariatningki shartiga rioya qilmagan bo'ldik. Wa kaza kullu tasarrufin fi badal as-sarf qabla qabdihi. Şuna o'xshash bu shiralama emas, shu sarfning badalini biz topshirib erishdi ilgari qanday tasarruf qilsak, bu tasarrufimiz fasid. Masalan, biz qo'limizga $100 berdik, $600 ni qo'limizga topshirib olmoqchi. $600 ni erishdim burun, uni sizga deyaqli bervatdim yoki birisiga sadaqa berasizlar, men o'rnimda degandek mandani qilsa, yoki sizning do'kondan bunday narsa olmaman shunaqa. Yoki uni sizga qarz berib turdim degandek munda tasarruf qilsa bo'lmaydi. Lima bayyana, ya'ni nima bayyana? Li'annahu yufawwitu haqqa ash-shar'. Qala wa la i'tibara bis-siyagati wal-jawda. Bu oltin kumush almashtirgan chaqda buningki zibiznat qilib ishlagan yoki ma'ni persenti yuqoriydi degandek unda ahvollarga e'tibor berilmaydi. Liqavli sallallohu alayhi vasallam fi akhir al-hadith jayyiduha wa radi'uha fihi sawa. Bunun yaxshisi va nachiri uning o'xshash degan. Undan keyin shu oltin kumushni bir-biriga oltinga, kumushni kumushga almashtirgan chaqda buning persenti, sufti, buni ishlagan hammasi o'xshash bo'ldi. Bir tilla nemasan gram olsak 5 gram kelgan bo'lsa, bir uzukni gram olsak 5 gram kelgan bo'lsa, shuni almashtirsak, ig'irlikqa asosan barobar holatda bo'lsin. Bu tillaning yoki uzukninki persenti, tuvanti yuqoriydi yoki ma'vo uzuk qilib ishlangan munaqati hammasi bakar. Chunki shariat buni hisob qilmadi. Jayyidu va radiuha sawadida yana bir hadisda az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati. Az-zahab bil-zahab degan oltin. Bu qanda oltin bo'lib qolsin, qanda oltin almashtirmoqchi bo'lsang degan gap shundan chiqadi. فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جازة. فإن باعها أنا ساسرد. نمنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. شنو ستبقاسا مجازفة. مجازفة ديgan إغرلقة ياكي سانını iniq bilmegalitda. Bunda setibqasa summa urifa at-tasawi fil majlisi jaza. Undan keyin shu so'rindan ikkala arilib ketishdan burun qopmay turiblam uning miqdorini aniq bilsa joiz bo'lardi. Chunki bu yerda al-mufsid zala deymiz. Zal al-mufsid deymiz. Aniq bilmasa shu so'rindan arilib ketkicha ikkala joiz bo'lmaydi. Yani shu oltin va kumushni yoki riboviy tovarlarni qarzga qanchalikligini bilmay bir-biriga almashtirsa bo'lmaydi. Chunki hadisda mislan bi mislan sawa'an bi sawa dedi. O'zining jinsiga almashtirgan chaqda teng barobar bo'lish shart. Mishada mana fa in ba'aha yani ba'a-zahab bil-zahab yoki al-fidda bil-fidda munda setib qolsa miqdorini bilish lozim. Agar bu ikkisining eg'irligini bilmasa, ana bu oltin va kumushda miqdorini qanday bildik, vazni orqali bildik. Buning eg'irligini bilmasa, qarz satqan bo'ldi. Ya'ni mujazafa degan bila kaylin wala vaznin wala adadin degan gap.
Ammo jinsi o'xshash bo'lmasa, masalan, oltinni kumushga menda setib qolsak, bu joyda mujozafadan qilsak bo'ldi. Mishada fa in baha degani o'zining jinsidan satsa degan. Jinsi o'zgarsa, fabi'u kayfa shi'tum. Lekin yana niyadan berib bo'lish lozim. Chunki jins ixtilof bo'lsa, bunda musava shart emas. Mujozafa bo'lgan ekan, mujozafa degan buning qanchaligiga aniq emas. Aniq bo'lmagan ekan, jazoni bo'lash ehtimoli kuchli. Chunki birisi ba'zi tang bo'lishi mumkin, lekin u Alloh biladi, biz bilmaymiz. Fi ilmillah. Bizning uning bilan munosabatimiz yo'q. Endi Alloh taolo payg'ambarga vahiy qilib, bu ikkisi tang sen uqmay so'zi qilganmi? Bu tang desa, o'zi ko'ngil xotirjam bo'lib joyiga tushdi. Lekin unda vahiy bo'lmagan ekan, bu tangligini biz qanday bilmaymiz. Bilmagan ekan, bu ortiq kam bo'lib qilish ehtimoli xilli kuchli bo'lgan ekan, ribo shakllanib qoladi deb bo'lmaydi deymiz. Oltin kumushga mas to'g'ancha noma'lum bo'lgan ekan. Noma'lum bo'lsa, uni tang barobar bo'lish shart yo'qdan. 1 tonna kumushni 5 gram oltinga tegishli bo'lardi. Undan keyin o ortiq kam bo'lib qolsa mayli, chatoq yo'q. Tang bo'lsin mayli, g'irliqa. Ortiq kam bo'lsin, qanday bo'lsin mayli. Uning chatoq yo'q. Lekin shu oltinga kumush qilgan chaqda cho'qinmish eg'irligi tang bo'lish lozim. Mujozafa qilsak, tanglikni biz uqmaymiz. Undan keyin shu so'rinda o'tira olmasan, ma oltinga tegishib biram lazım, ma'qul. Lekin eg'irligini uqmay ekanmiz. Shuni g'achchida taroziga soldikmi? Sağgan ekan, tang chiqsa, to'g'ri bo'libdi deb plan qo'yib mayli deydi. Agar unda shu so'rinni jinglab boqma ya jinglab boqsin tang chiqmasa, bo'lmaydi va illa fala degan shu. Ya'ni bu yerda shu so'rinda shundan o'qib boqsa, tang chiqib qolsa, joiz bo'ldigini istihson asli. Qiyosda to'g'ri bo'lmasi lazim. Zufarning g'indida chatoq sodoldi bu. Bu tigdin chatoq bo'lgan narsaga to'g'riga o'zgarib qolmaydi deb turgan. Mishadimi aslida qiyosda to'g'ri bo'lmasi lazim. Lekin biz istihson qildik. Qiyosda joiz bo'lmaydi. Nima uchun? Bu soda tigdin fasid soda bo'lgan. Fasid bo'lgandan keyin sahih bo'lib qolmaydi. Istihsonni joiz. Nima uchun? Istihsonul urf qanday qilgan? Shu bir so'rinda o'tirash. Necha soat o'tirgan bo'lsa, shu necha soatni xuddi 1 soatdek bir lahzadek lam hisobga olibdi. Ya'ni ittihadul majlis deydigan bir gap bor urfida. Shunga buni 2-soatida jinglagan bo'lsa-mu, ikkala olmagan bo'lsa, 1-soatida jinglagan bilan o'xshash deb qaraymiz demoqchi. Undan keyin shu so'rinning oxirida buni tang barobarligini uqsa, so'rinning beshida to'xtamlashgan chaqda fuqam bilan o'xshash qilib bir qator sanatli innal majlisa jami'un mutafarriqat. Lima urifa anna sa'at al-majlisi ka sa'atin wahida mana. Lima urifa yani urfan ashunda hisoblab kelgan. Undan keyin bu istihsan al-urf degan gap chiqdi. Fasara kal ilmi fi ibtidai. Shunlar natijadan bo'ldi. Shu o'tirishninki dastlabki 5 minutda shu so'zni qilgan bo'lsa, keyin oxirgi 60-minutda jinglab baqqan bo'lsa, o'rlikatmay turib, shu dastlabki 5-minutda barobarlikni uqqan bilan o'xshash bo'ldi. Va illam ya'lama agar bu ishkelan shu majlisda bilmasa, tang barobarligini bilmasa, la yajuz joiz bo'lmaydi. Lihtimal riba shakllanib qolish ehtimoli kuchli bo'lg'achqa. Birisi shunda, birisini kichikini ortiq qo'ysam, riba shakllandi degan. Ammo jinglab boqmasa, ko'pincha ehtimol tang unda udlanishi natay. Lianna sharta va huwa al-musawa. Yajib alayna tahsiluhu. Chunki oltinga, kumushga almashtirishda bizga shart qilingan narsa tang barobar bo'lish lozim degan shartda. Mislan bi misl degan Rasululloh. Biz shu mislan bi mislni vujudga chiqarish majburiyatimiz bor. Vujudga chiqarishimiz lozim. Bo'lmasa jazoni gidasaymiz. Amma vujuduhu fi ilmillah taala. Amma biz masalan jinglab boqmasaqmi, %1% ehtimolda bu tang barobar bo'lishi mumkin. Masalan, bir uzukni yana bir uzukka almashtirildi deyishdi. Lekin jinglab boqmadik. Jinglab boqmay almashtirsak, balki bu tang bo'lishi mumkin. Nadir ehtimolim bu. Buning tang barobarligini Alloh taolo biladi. Fala yasluhu an yakuna sharta.
Ondan keyin bu Alloh taolaning bilishini bir shart degili bo'lmaydi. Chunki biz savdo qilgan chaqda biz bildigan narsani shart qilib bekitgan bu savdoni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni hadisida mislan bimis fi ilmillah deb unda iroda qilmagan. Hem bizning mu Alloh taolaning ilmida u barobarmi, barobar emasmi buni bilishga yo'l yo'q. Ha? La vahya ba'da Rasulullah. Lakin bizim bilemeyiz. Liannal ahkama tubtana ala af'alil ibad. Çünkü ahkamlar bendilerinin kılıdığan işlerine qarab andın bir taraf kılındı. Daha bir yerde şart desek bu şart to'xtam qilg'ichi ikkalanning tang barobarligini bilishi shart deymiz. Alloh taolaning bilishi bilan hozir munosabatimiz. Tahqiqan limana al-ibtila. Muşunda desek andın bendilerinin qaysi şeriatning ko'rsatmalariga Allah va Rasulning ko'rsatmalariga bo'ysunib rioya qiladi, qaysi bo'ysunmay jazoni yeydiganga osilik qiladi, sinoq haqiqiy mishada vujud chiqadi. Yani bendining bilishi tang barobar deb bilishi shart desak, andın bu yerda ko'zlangan sinoq degandan iborat shariatning bir maqsadi vujud chiqadi. وتعتبر في الدراهم والدنانير الغلبة كما تقدم في الزكاة. Yani şu altın gümüşlerini almıştığın çağda altınla altınğa, gümüşlü gümüşke öz cinsini almıştık şuna ama bunun da muşun altın deyiş için çokum bunun da bir altın maddesi %% malum derece bulaş lazım. Mesela 50%'dan aşsa bunun altın değmez. Lekin 50%'dan tuvan bolsa, mesela tümüyle aralashgan bolsa, tümü 60%, altın 40% bolsa, yok bu altınla öz içi algan tümü deymiz. Ama mesela bir kılıç olsa altın yaltılgan, bu tümü kılıç bu. Bu kılıç emas tümü, altın şemşer demeyimiz hem dedi. Nalga müşahede, aşı biz almıştırmakçı olan pul, yani tenge atılla. Kaçanda tenge oludu, kaçanda tılla buludu. Tıllada altın pirisine 50%'dan aşsa. Kümüşte, kümüş pirisine 50%'dan aşsa, andın buna altın ya kümüş deyimizdi. Onun da tuvan boyab kalsa, altın kümüş emez, nime galip olsa, şu boyab getirdi. Kema taqaddama fi zekâh. Yani şu biz almıştırmakçı olan tıllarını, ya altınını, ya kümüşünü, ya tengini, nime asasen şu altın, kümüş, ya tengi tıllar değmez. Onundaki altın ya kümüş %50'den aşsa. Şunama zakat meselesinde biz altının nisabı 20 mithqala dedik. Şunama 85 gram buluşu lazım dedik. Kümüş tuçu 200 dirhem dedik. Yani şu nisabını belgilegen çağda kulağındaki altın 85 gramdan aşsa ya kümüş 200 tenge miktardan aşsa andın bu nisab şekillinde degen. Aşağıda ve tu'tabaru fihimul galaba dedik. Yani kulumuzdaki şu altın 200 tenge değil. 200 tengenin %80'lik, 70%'lik, 60%'lik, 55%'lik olsa 200 tengelan olsa kulumuzda nisab kıymetli değmez. Altın şunda eğer onun da kümüş miktarı 30% olsa 70% tümüyken miske uçağın nisabda yetmeydi. Nisab dairesiyle onu kirgizmeyiz. Sanmayınız yani. Kolumuzda 100 tenge 20% kümüş var. Tenge olsa yani 100 tenge 90%'lik olsa 200 tenge oldu. Nisab şekillerde zekat kıldıken demeyiz. Kolumuzda da 100 tenge var deyimiz. 199'da bir tığımızını olmaydı. Bulmaydı. Hakalan ceyek tenge olap. Aşının içinden anda aş kümüş %'ını toplap gelse aşına 200 tenge miktarı jığıldan bolsa meyle. Ya ki andın ceyek aşına nersi olsa ticaret kılgan bolsa, elip satılgan bolsa urudu ticari hesabıda buldu. Bulmasa o nisab da kümüşün nisabı muşu tenge olan tuluklarını demeyimiz deydi. Bundan nisab da tu'tabaru fihimul galaba degan. Yani şu tenge tıllarının %50'den 50%'dan yani 12'lik altından eş lazım. 12 desek 12 deydim. 50%'dan aşıdan. 100%'lik 24'lik altın deyimiz. Aşırıdan ya tu'tabaru fihimul galaba. Fe in kana lil-ghilshi fe hiya arud ve in kanat lil-fidda fe hiya fidda ve kezalika zahab.
لأن الدراهم والدنانير لا ينطبع ويضرب إلا بقليل من الغش. Çünkü tengi tilla degan azroq bir 2% bo'lsin bir tümlü bir narsa aralashmasa ani qiyami anda qatmaydi yoki nima bo'ldi yumshoqlab qoldi deydi. Qattiqroq qilish uchun azroq bir narsa aralashtirish lozim deydigan bir nim bor. Undan keyin g'ishdan xoli bo'lmaydi. Cho'qim 2%, 4%, 5% shunda tumi yamiz aralash bo'lgan bo'lishi mumkin. Undan keyin 50% da azsa, shuni oltin deymiz. 50% da azsa, shuni kumush deymiz. Undan keyin fayjib zakat fi zuyuf va nabahraja li'anna al-ghalib fima al-fidda va la tajib zakat fi as-sattuqa li'anna al-ghalib alayha al-ghish إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا أو تكون للتجارة وتبلغ قيمتها 200 درهم فتجب. Bundan 50% azsa zakatta nisab hisoblashda oltin yoki kumush deymiz dedi. Nima? Mishadimi? Bir narsani sarf qilmoqchi bo'lsak, oltinga, kumushga sarf qilmoqchi bo'lsak, mush qo'limizdagi narsa oltin deyish uchun cho'qim 50% ni ish lozim. Oltin persenti ashondiki. Ama bunun da 30% altın bulab, 70% tümü ya mislab qalsa bunu altın demaymiz. Mis. Zakatta 50 bulab qalsa bunu altın demaymiz degan. Ha, zakatta 50 olsa bunu tasaviya desa hesab emas. Cho'qim g'alaba qilishdir. Mana o'to'tabir fiddaramadan al-g'alaba. Yani 51% va unda ish lozim. فإن تساويا فهي كالجياد في الصرف احتياطا للحرمة. أما فإن تساويا دياندا الزكاة 50% altın 50% tümü vaken aşın hasıda. Ya 50% kümüş 50% mis vaken. Bunda olab qalsa biz ona altın ya kümüş deb hisoblamaydik. Tengi tillan sanashda hisoblamaydik. 50% assa anda hisoblaydik. Bunda 200 tenge bor bizda. 200 tengening hammasi 50%lik tenge nisab shakllanadi deydi. Endi ma masalasi shu, sarf masalasida, sarf masalasida jazoni shakllanadigan bir xatarlik ahvol bo'lg'achqa 50%lik bo'lsa-mu, buni shu 80%lik oltin deb muomala qilaveramiz. Mana fa in tasawaya fayakal jiyad. Jiyad deganimiz 80%, 85%lik tengi tillarlar. Şunun o'xshash deyim. 50%lik nima? 80%lik, 85%lik o'rinda ko'ramiz. Sarf masalasida sarf ihtiyatan lil hurma. Yani shada haram muomalaga dasab qilmaslik uchun tengi tillarda oltin kumush miqdori nisbati 50% bo'lsa-mu, ya'ni 12 kilik bo'lsa-mu, asli buni zakat nisobi solsa zakat vojib bo'lmaydigan daira kiritdi. Chunki bu yerda g'alaba bo'lmaydi, 50% oshmadi deb nisob shakllanmaydi. Lekin ma'vo sarf masalasida elib setishda 50% nimi biz g'olibga o'xshash hisoblaymiz. Nima uchunsa ehtiyotan. Bundan keyin masodida bir uzuk var. Bu uzukda 80% altın var uzuk. Yani mesela 80% uzuk 18'lik, 20'lik deyişimiz mümkün. Mesela. Oyunda bo'lib qolsa, buni 50% oltin va bir uzuk bilan, yani 12'lik deyli. Ma uzuk 12'lik, ma uzuk 18'lik yoki 21'lik, yoki 24'lik. Mushini bir-biriga setish masalasida ig'irlikqa tang barobar bo'lsa, nim bo'ldi. Yani 50% 12'lik nima biz oltin deb hisoblaymiz. Riba chiqishning imkoniyati bo'ladi-ku. Qanday chiqadi? Mas harfda ribal fadl bo'lib qolmas uchunmi? Ribal fadl olsa jazoni desaydi. 50% oltin bo'lsa, 80% oltin bo'lsa, qimmatli hisoblanadi. Ya hozir buning qimmatini, sifatini va kazani shariat e'tibor qilmadi. Zahab altın almashtirsan dedi. Bu altın 80%lik mi, 60%lik mi, yoki 50% mi, 70%lik mi? Bundan satqimiz yo'q degan ekan. Bu ikkisini shunda almashtirishda qanday almashtiramiz? 5 gramga 5 gram. Yo'q, ma'noda 50%lik altın bor, 50% altın bor, ma'noda 70% altın bor. Undan ekan, ma'no 5 gramga ma'no 7 gram bo'lsa, undan udul keltirsa, ribal fadl shakllanadi. Val fadl riba degan dairasiga kirasiz. Çünkü bu haram daireye kirip kalması için biz ihtiyat kılmış 50% nimi g'olib, yani 50%'ni aşkan persenlik tengitilla muamelesi kıldı. Ben düşünüş buldum ya. 80% altında mesela tam almıştık. 80%
altından 50% kararında çıkırak altından. To'g'ri. Lekin nas hamda nas va jayyiduha va radiyuha sawa deb uni e'tiborga olmadi. Aslida bizning kalimiz bo'yicha buningdagi sap oltinni solsak, ma'ni sap oltinni solsak, ma'ni jiqroq oltin bor edi. Bizning kalimiz bo'yicha bu ma'niga shariat yo'q, ma'ni hisob qilmaysa deb e'tiborga olmagan doirada biz buni e'tiborga olmaymiz. Presenta shu. Kona yanlıkta yapamaz. Konyanlık deganga mi kirdi? Present deganga mi kirdi? Çünkü radi degan anda present tuanna radi deydi. Jayid degan present yuqum deydi. Kapıp çeşitli konuların kısmı var. Onu mu deyishim ki? Mesela konu altın, yangi altın desa, biz şu 5 gramga 5 gram almashtirasiz deydi. Yo'q, ma yangitda buni 4 gram qilib, andin konisi 5 gram so'nmi? Mağazı şu ikili hırtıklarında kılmız icma var. Konime nispete. Bunu da icma. Yani bunun sorti, süfti va gaza hammasi e'tiborga olinmaydi. Buni anida ribal fadli biz qitim deb o'tdik. Shunami? Miyadimi ta'kidlab qo'ydi va jaydo va radio sava. Nas kelgan. Hadisda shunday deyotgan bo'lg'achqa, bunga fuqaradimmi bir sig'in boqmagan. Anda yana bir dalil var bunga. Az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda. Undan ekan, ma jayidmi, zahabmi, zahab emasmi? Ma radi zahabmi, zahab emasmi? Zahab. Az-zahab bil-zahab. Mesela bir bo'lish lozim deydi. Yani ikki tarafdan dalil hadisdan kuchli. Allohu a'lamul savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.